o'z aybimizni ham tan olishimiz kerak. Ya'ni bizning tashkilotimizga o'xshagan tashkilotlarni bu yerda juda katta aybi bor. Ya'ni bizning aybimiz bor. Biz ta'lim muassasalariga bir tashkilot sifatida, bir jamiyat sifatida buyurtma berish tizimini yo'lga qo'ya olmayapmiz. Mana shu eng muhim nuqta. Ya'ni ta'lim dargohlariga to'g'ri buyurtma shakllantira olmayapmiz. Yani bu bizning aybimiz. Bu biz tan olib etishimiz kerak. Lekin bu bo'yicha biz ishlayapmiz. Tizim qo'yishi harakatidamizki, mana tadbirkorlarimizdan demak buyurtmalarni ommatan qabul qilib, qaysi kasblarga talab borligini bilib turib, biz buyurtmalar shakllantirishimiz kerak. G'ayrat hojiga tan olib etaman, mana shu aytayotgan gapingiz, ya'ni universitetlarga borib shu talab bo'lgan kasblarni ularga aytib, ulardan sizni talabingizga yarasha kadrlar yetkazib berish bo'yicha qanday ishlar qilindi va bu qay darajada natija berdi desangiz, men u bo'yicha 5 yildan beri harakat qilayotgan bo'lsam, hali natija bergani yo'q. Bunga juda boya yuqorida ko'p sabablarni aytib o'tdik. O'sha bolalarni kasbga yo'naltirishda qiziqish yo'qligi, ya'ni universitet rahbarlarini bolalarini kasbli bo'lishidan ko'p ham manfaatdor emasligi buni taqozo etadi. Ya'ni shuning uchun deb o'ylayman men. Ya'ni nechta rektorlar bilan gaplashgan bo'lsam, men hurmat qilaman hammaligini, juda ham yaxshi odamlar, lekin birorta rektor meni oldimga kelib, Muxtor aka, qani, qaysi kasbda sizga talab bor? Menga bering o'sha ro'yxatni. Men shunga qarab tayyorlay degan hali birorta rektor men ko'rganim yo'q.